Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bölümüde tövbe istig'for haqida to'xtalamiz. Programmamizning aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf Qarim bo'ladi. Muhammad Yusuf Qarim shu tövbe istig'forga nima uchun muhtoj bo'lamiz, buningki foydalari haqida bir tushuncha bergan bo'lsa, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Istig'for bütün peygamberlerinki tavsiyasi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adeti. Bu istiğfar hazır zamanımızda kişiler istiğfar ettiğin tövbe kılan dese ben bir günahkar mı günah kıldım mı deytkan anda demesi mi köngülde şunda gamde hele bir kimnin binasını yebep demem mi haksızlık kıp demem mi diyendek bunda şunu da mümkün xuddi oylaydı ki bu istiğfar degani bir günah kılgan adam aytidi başka adam aytidi ama günahdan aldığın ve keyinki bütün günahları mağfiret kılgan bir masum pak peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde 70'ten köp istiğfar etmen yani bir hadiste 100 yani şurada hadis nime istiğfar etmen degençem de bu istiğfar etişinki naytijik fazileti hasiyeti köp hemde. Qana dese mesela addi mundaq bilen biz dini tarafdan demey mundaq nefsani nime tarafdan fiziki tarafdan aytgan taqdirda mesela bir adam qazisi va adam qazisi va adamniki ko'ngli aytdi shu hamisha indağı bir xil bir besimde tug'andak turdi. Bir gunoh qilgan nima qilgan adam emas, masalan bir amal ibodatini joyida qilmagan, o'zining vazifasini joyida qilmagan, mundaq bir xil bir kemçilik sadır kılgan, üzerine kemçilik şunda his kılgan adam bir xil besim nimqda istiğfarның faydası şu ki istiğfar etip tuğan Allah Taala şunda va'da kılgan istiğfar etgan bandasini Allah Taala keçirdi. Hatta 99 adamni öldürüp atgan bir qatil mi istiğfarni tövbe qilman deb ketip bağa yada bilap qalgan adamni Allah Taala keçirip atgan demek istiğfar tövbe qilishga yol algan qadamga Allah Taala şunda savab pütüdü hem de. Çünkü bu istiğfar hem de insan fıskıkısta bundaq günahkarlık tuygusunu yok kılıdı, insanı azat kıtkan bir nəsiken. Mesela bir adam bir yer putlaşıp getdim mesela, lekin ben pəlipəyə düş emas. Bir günah qıp saldım, kemçilik qıp saldım, lekin günahkar emas. Günahkar degen gap hem de qilivergen, üstüge qilivergen de. Şuna günahkar bulap qalmaslık üçün bir işki günah qıldın, tövbenin suyuyla yuvattın, an üzən köngləңmi nayet rahat, Allah Taala'nın aldığı səhifəңmi opbaq, üzənki ruhi tərəfdinmi nayet bunda besim yok, bir xil yaxşı hemdi. Bu demek yani günahkarlık tuygusu bile yaşayan adam bir men günahkar qoyam da günahkar olgandan bir nurgun adam var anlayıp burun bir Allah keçirmeydi meni qılğınımni qılıvere ya deydi yanmaydı nima qılıverdi ama ana yup az mında xalas bulap tuğan adam hem de üzünün nefsaniyetimi ona ait saf turdu üzümü bir xil besim his qılmaydı ve köngli rahat turdu ruhi naiti yüksek turutgan gapindicha Allah peygamberlerin sardarı, masum bo'lgan bir peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı "Vestagfirhu" deb buyruq bilan istiğfar etgan da buyruqsa bir günah bo'lganlik uchun degan gap emas hamda o. Bütün tarixda o'tgan peygamberlerin hammasının istiğfarını söylerligi, istiğfarını yaxshi ko'rib, istiğfardan davomliq tili, istiğfar bilan bo'lganligi hikoya qilindir va bayon qilindi desledi. Yani o istiğfar degandan da istiğfar etib turgan degan, yani üstün bundağı qatma-qat günahı düşüp qalmaslıqnınki bir yolu ekan bu. Mesela adam birinci tügmeni hata etip, ahirgicha hata etip mangan adam bunu oңşaş üçün hemmisini birden bir yeshib qayta nima qilish kerak. Ama birinci tügmeni hata etgandan keyin ikkinchi tügmeni hamma hata etip darhol nima qilasan qisqa yo'l bilan ishingni o'ngishib olgan bo'ldi. Shunga o'xshaganda jiq gunohga petib qilib, anda qilgandan o tövbe qilishga muyassar bo'lamsa, o'lab ketamsa, hech kimning garantiyasi yo'q. Unikidan az olsun tövbe qilib tursan. Yana biri bu dedi-qanda gunoh qilgan odam buni qilmaydi bu tövbeni. Nima uchun hamda gunoh qilmagan odam istighfar etadi? Shuning shunda jiq xosiyati va hamda. Buni Nuh alayhisolamningki qissasini Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala zikir kılıqlığıyla onu bilmez. Onun için nima
Abdullah ibn Baz rahimahullahdan Saudiya Arabistonining burunqi muftisi. Shuningdan bir odam kelibdi, mening ayolim 7 yildan beri shu homildor bo'lmayotdi, bola yuz ko'gim batdi degankin istig'for aytgan deb bo'libdi-da unga. 1 yildan keyin kelibdi, ayolim homildor bo'ldi deb keldi. Endi ras gap endi. Hasan al-Basri radhiyallohu anhuning zamonida birisi men qattiq faqirlikni qutlayolmadim deb kelsa istig'for aytgan deb degan gap. Yana birisi kirib bu yomg'ir yog'mayotdi, ziroatlarimiz qurib ketdi deb kelsa istig'for aytgan. Yana birisi kelib nimadan yana bir qiyinchilikdan nima keladi desa, uningga istig'for aytgan. Degandigina yendikilar hammasiga istig'for ayting deyskan, degandikin sen Qur'on Karimdagi oyatni anglamadingmi deb Nuh alayhisolamninki qavmiga aytgan so'zni faqul tastagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwali va banin va yaj'al lakum anhara. Degani yani men qavmimga dedim, Alloh taolo istig'for aytinglar, Alloh taolo sizningki mol mulkinglarni jiqib turdi, bolalaringlarni jiqib turdi, yomg'ir yog'dirib turdi. Mol usul barakatni nima qildi debcha. Undan keyin bu istig'forninki ma'naviy va moddiy jihatdan bu dunyoda azoblanmaslikning shaxsiy va kollektiv holda azoblanmaslikning bir jazolanmaslikninki bir kapolat ekan. Ana desa Qur'on Karimda Alloh va ma kana Allohu mu'azzibahum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun deydi bir oyatda. Rasululloh deydi. Sen ashularniki qavmingniki ichida ba holatda men ularni azob qilmayman. Ular istig'for aytib tursa, ularni azob qilmayman deydi. Ya'ni azob tushmaslikning ikki sharti. Ikki sharti bor. Ikkidan mavjud bo'lib turishi. Ikkinchisi istig'for. Rasululloh nazaridan endi birisi katta, birisi bor. istig'for bo'lsa azob tushmaydi shunda. Istig'for bo'lsa musulmonlarga umumiy cho'ng azob tushmaydi, böyle cho'ng baloy afat bunday narsa kelmaydi deydi. Biri Rasululloh bir kafolat azob tushmasligini. Endi Rasululloh ketib qolgandan keyin ikkinchi kafolat istig'for shu qilib qilganlik. Bu vaqtda hatto soatlab o'ltirsak ozliq keladi. Shu bu istig'forda nurg'ulgan ustozlarimizdan o'tgan tajribalar, hatto atrofimizdagi ba'zi qarindoshlarning qiyin ahvolga qolganda shu istig'for bilan Alloh taolo shu qiyinchilikni hal qilib bergan. Nurg'ulgan qisıl va haqiqat endi. Haqiqiy qisıl barchaga. Shunga biz afsus mushunda bir istig'forning fazilati, istig'forning foydasi shunda ko'p turib istig'forga baxillik qiladi ekanmiz endi. Endi uning yo bir vaqt ketmaydi, hatto manga mashina ketib berib nima qilsam bu ibodatning eng kattasi deb o'ylayman. Qanday desam, Alloh taolaga shunda ibodatdan asosiy maqsad o'zingni tuyanchilik qilib Alloh taolaning oldida o'zingning xorligini izhor qilish shunamda. Endi biz istig'for deganman, men gunoh qildim, Alloh taolo ya'ni men shunda gunohkor asi banda kechirgin deb hamisha Allohdan ashunda mag'firat tilab tug'anlik degan bu ibodatning javhari desak bo'ladi. Bizning Allohga bir yaqinlashish, Allohga bog'lanish bir ehtiyojimiz bor. Allohni bilan bandani bog'laydigan eng o'ng'ay bir bog'lanish istig'for. Istig'for aytgandan keyin zikr. Bu bir zikrning biri yana biri. Alloh taoladan kechirim so'rab, Alloh taoladan tavba qilib, og'izda shu Allohning og'ziga qilib to'g'andan keyin o bandaning avtomatik qalbi aqiradigan ketgan, qardab ketgan, qalbi aqiradi ekan. Shuning bilan dunyodagi butun qiyinchiliklar, mashakillarning hammasi tadrijiy o inson sezmagan holda hal bo'ladi ekan. Hatto yuqorisida dedilarni tug'mag'aysa farzand ko'ymaganligim istig'for o'qish bilan farzand ko'ygan qissasi so'zilindi tarix kitoblarida, nimalarda. Ayda qiyinchilik qolganlarning istig'for o'qish bilan tövbe bilan Alloh taolo ishlarni oson qilib berganlikdan bo'ladi. Endi bu tövbe istig'for aytishninki vaqtin var bunun. Afzal vaqtları qaysi? Vaqt şöyle istig'for aytishni hamda uningki vaqti yo'q, hamda mutlaq ham tushunaman. Bu tövbe istig'forni kecha aytamiz, qanday chaqdi buningga bir shart mi ketmaydi, ta'riflashmi ketmaydi yoki hech qanday nimasi yo'q. Ammo afzal vaqtini hamda Qur'on Karimda bir qancha yerda ayda deyilgan mu'minlarning sifatligida va bil asharihum yastaghfirun deydi. Shu nayt isil sifatli mu'minlar saharlarda istig'for aytadi deydi. Bu yani bir hadiste Resulullah'ınki bir hadiste Allah Teala şu kişininki üçünün biri qalğan çağda tüvenki asmanga düşüp bana bir tövbe qıtqalı bağımı keçirmen deydi dep.
Shunda hadislar bor. Shuni qaraganda saharlikda qilgan istig'for nihoyatda fazilatli ekan hamda. Ammo saharlikda qilolmasang hamda boshqa qanday chog'da shu nima qilsang, biri zikrning o'zida bu. Istig'for aytish orqali Allohni zikr qilib ikki ishni qilib olamiz. Biri gunohimiz mag'firat qilinib yuyilib turgan gap, biri Allohni zikr qilgandan keyin savobini topamiz. Zaten istig'for deganda Allohga aytadi, boshqa bir kimga aytmagan ekan ayna. Buni ulama istig'forning foydasiga javob berayotgan bo'ldi. Endi shu tövbe istig'forning bo'lib istig'forning qabul qilishning shartlari. Tövbeninki qabul bo'lishining shartini ulamolar shunday hatto birlikka kelgan so'zda ta'kidlagan hamda 3 dona narsa ta'kidlagan. Tövbening qabul bo'lishi uchun biri qilgan ishini pushaymonlik his qilish. Pushaymonlik his qilmay turib, faxrlanib turib, bir ishdan abdan qilib oldimi yo, aning adabini abdan berib oldimi yo deb turib, Alloh taolaga tövbe qildim desan, kechirmaydi uni. Pushaymon qilishda pushaymonlik his qilasan. Ikkinchi qilmaslikqa iroda bog'laysan-da, gunoh qilmaslikqa iroda bog'laysan. Uchinchi shu chaqni tatib qulog'ini uzasan. Men tövbe qilib turib, men ishimni azaq bir oy bir davomlashtirib olay yoki jazoni yeb olay yoki bir oygacha tamaki cheksam qilsam bir oygacha qilib olay, unga tövbe qilib olay deb o nima qilgani o tövbe emas hamda u. Shu qo'l üzülüş onundan şu tövbe qilding hamon gunohdan ash ishni tashlashing, pushaymon qilishing va qaytmaslikqa iroda bog'lash. Shu 3 narsa hozir bo'lsa, Alloh bu samimiy tövbega yotadigan, haqiqiy chin tildan samimiy tövbe qilsa, Alloh taolo kechirib mag'firat qildamdi. Rasululloh shundoq Alloh taoloninki bandalarining gunohlarini mag'firat qilishni shundoq bak yaxshi ko'rtganligi to'g'risida bir hadisnimi deb bergan, masalan, nima Alloh taolo bandalarining tövbesini qabul qilish, tövbe qilishini shunday yaxshi ko'rdiki, masalan, bir odam bir jangalga chiqib, yuk taqlarini olib jangalda mengibdi, bir yer mengibdi. Mangangi bir vaqtida hammadan quruq qapti. O yemak ichmaklari va ichadigan suvi va o nima deganda, masalan, bu sahro deganda suv bo'lmasa o'ladigan gap hamda hamma narsa ketib qolgandan keyin bu odam faqat chorasiz yo'ldan o'tirib kelib qolgan. Qaysi tarafga mangsa oziq tuligi bo'lmaganiga yo'lda o'lidamdi u. Shunda bir holatda endi o'limni kutib daraxtning ostida ayda g'am qilib o'tirsa, to'satdan oldiga shu uloq kep-kepdi ustida hamma narsa bor. Kep qolgan bu odam notiba xo'shliqdan Alloh taolaga anta abdi va ana robbuk deb so'ragan hamda. Ya'ni sen mening bandam, men sening Rabbing deb so'ragan gap. Lekin odamning niyati durust bo'lgandan keyin Alloh taolo uni bilib turibdi, hamda uni qilmaydi. Asli demoqchi bo'lgani, sen mening Robbim, haqiqiy Robbim, sen meni Robbim mushundaq holatdan meni qutqazding deb qattiq hayajondan aylanib qoldi. Demak, endi shu odam qanchalik xo'shildi shu chaqda hayoti o'limdan qutulgan odam shunda qo'shildi. Shunda qo'shog'iga o'xshitib Alloh taoloning bir bandam menga kelib tövbe qildi deb Allah shunda qo'shildi. Endi mushu tövbening shartlarini to'liq ayda joyida qilib ayda tövbe qilsa, shaksiz Alloh kechirdi qilgan. Alloh istig'for etqizlarni qilsin. Endi shu yuqoridagi darslarni olgan har qanday bir qarindishimizda cho'qimki uning bir istig'forga bo'lgan, tövbe istig'forga bo'lgan ishtiyoqi bo'ladi deymiz. Albatta. Yana birisi qilibdi. Mava hamda halqa 3 dona shart deganimiz hamda Alloh taolaning qilma degan shariat buyruqlariga xiloflik qilgan odamning tövbesi. 4-chi shart, masalan, o bikimning haqqini yegan, bikimga tuhmat qilgan, bikimga yomonlik qilgan, Alloh taolaning bandalariga yomonlik qilganning tövbesining qabul bo'lishi uchun 3 shart bilan 4-chi shart ash odamni rozi qilish. Masalan, melni yegan bo'lsa, qaytirib berish. O odamning obro'yiga tekkan bo'lsa, o odamdan kechirim so'rash. O odamga ish qanday yomonlik qilgan bo'lsa, ash odam rozi bo'lmoqchi, Alloh taolo rozi bo'lmaydi hamda. Ammo bandining haqqi bek muhim hamda. Chunki Alloh taolo shunday karamlikki, o'zining haqqiga qilingan gunohlarni ba'zi tövbesizmi kechiryapti hamda. Tövbe qilmasimi kechiryapti. Tövbe qilsa albatta kechirdi. Ammo boshqa biriga qilgan yomonlikni siz 1000 qatim haj qilib 100 ming qatim Qur'on tilovat qilib, unat Alloh taolo duo qilib yuyolmaysiz uni. Yana bir hadisda ayliqi shahid degan asli hamda Alloh yo'lida shahid bo'lgan shahid jannatga savol so'roqsiz kirdi deymiz, shundoq. Lekin ashi shahidmi jannatning oldida turib qoldi deydi, ustida bir omonat bo'lsa, yetkizmay ash omonat joyiga yetmagan bo'lsa, omonat yetkizuvchi ayda qilib qoldi deydi. Bu omonat masalasi yevagan gap emas dedi. Ammo xalqning kishining haqqini yevilib turib, uni nechiqatim haj qilib, nechiqatim nurg'un ibodatlarni qilib deb, mushuning orqali aning yub ketamanmi deb gumon qilish bu ayliqi ham xiyollandicha. Alloh taolo kechirib bermaydi. Chunki Allohning adolati u. O'zining haqqi bo'lganini kechirdi.
qaysi yo'l bilan bo'lsa kechir. Boshqa bizning haqqini aşı kechirmagach kechirmaydi. Shuni Alloh taolo adil deymiz hamda. Bu istig'forning muayyan bir shakli, siyg'isi, lafzlari bormi? Istig'forning muayyan shaklini hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda sayyidul istig'for deb shu Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va ahdika mastata'at. A'udhu bika bi ni'matika alayya va abu bi zambi. Abu laka bi ni'matika alayya va abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta deganlamda istig'forning eng yaxshisi deydi. Ba'zi ulamolar Yunus alayhisolamninki o beliqning qanitib la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin deganni deydi. Bu eng yaxshisi. Buni hamda oddiy hamda astagfirullah va atubu ilayh. Astagfirullah gapning o'zimi astagfirullah Alloh taologa tavba qildim, Alloh taolodan mag'firat talab qilman deganning o'zi istig'for hamda. Hamda a'lo istig'forning sayyidisi, xo'jasi, nimasi. Agar uni bilmagan odam, masalan, uni o'qib bilmagan odam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah deb desa, ashuni o'zi astagfirullah shu siyg'a. Astagfirullah va atubu ilayh, yoki astagfirullah al-azim va atubu ilayh. Astagfirullah va atubu ilayh, astagfirullah al-azim va atubu ilayh. Ishqib ayında istig'for. Ya'ni bu dinda hamda liqimidagi qiyinchilik yo'q-da, qiyinchilik yo'q. Ammo buni o'zini qilsang texi yaxshi. Agar uni qilolmasang, eng oddiyini qilsang, lekin qalbing haqiqiy samimiy Alloh taologa bog'langan turib, endi astagfirullah, astagfirullah deb ayında nima qilsang. Yunus alayhisolatu vassalamning shu lahaning qonidan chiqargan narsamiz istig'for. Istig'for chiqargan gap. Nurg'ulg'an qavmiga qahatchilikdan qutqargan narsamiz istig'for. Balay ofatdan qutqargan narsamiz shu sabab bo'lgan narsa istig'for. Ya'ni aqlliq bir mu'min davomli istig'forni lozim tutish kerak ekan, istig'fordan ayrilmaslik. Shu Hud alayhisolamning aynan Nuh alayhisolamning qavmiga shuni tavsiya qildi. Hud alayhisolamning qavmiga ya qawm istagfir robbikum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwali va bilin deydi yadima. An va yumti'ukum mata'an hasanan deydi. Ey qavm Robbinglarga istig'for aytinglar, tövbe qilinglar va sizlarga yomg'ir yog'dirib turdi va bolalaringni jiqib turdi deydi. Yana bir oyatda yumattu'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Sizlarniki ömrüngni oxirlashgacha sizlarni aytib baxtlik yaxshi obdan yashitdi deydi masalan. Payg'ambarlar ashun tavsiya payg'ambarlar hamda insonlarningki ustozi, ma'naviy va moddiy jihatning ustozi. Payg'ambarlarning qilgan tavsiyasi insonlarga albatta bu naytib muhim narsalarni tavsiya qiladi-da, odatdagi narsalarni tavsiya qilmaydi hamda. Rasulullohning shunday shu kunda 70 qatim istig'for aytishimi bu yuqorida aytganimizdek bir gunohi sabablik emas hamda Alloh taoloning ketgan Alloh taoloning yaxshiligiga erishish va ummatlarga ko'stish, ummatlarim bunda qilsin deb aytdi. Ya'ni gapning xulosasi har qanday bir inson ijobat bo'lmayotgan duoyi, beshidan ketmayotgan qiyin nimalar bo'lsa, cho'qim istig'for avval. Istig'for aytsa Allah Taala shu qiyinchiliklarni asan qilib duolarni ijobat qiladi. Ya'ni foydasini demak shu inson o'zi olgan bo'ldi istig'forni. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'rpagan uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qayt uchirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr-xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.